Oila, ilm, hayot. Turkiyada bir o'zbek ayolning vlogi. Ertalab uyg'onganimda limonli zaytun yog'i va iliq suv ichaman. Erim sahardan ishga ketdilar. Shuning uchun hafta ichi bolalar bilan nonushta qilaman. O'zimcha to'g'ri ovqatlanish deb har kuni bir xil nonushta qilishga odatlanyapman. Kofe ichmaydiganlarga tushunmayman. Men bir kun kofe ichmasam kasalga o'xshab qolaman. Muhammad Yusuf bugun maktabga bormadi. Bolalarim bilan aylanish uchun ko'chaga chiqdik. O'g'lim ataylab nonushta qilmayman dedi, chunki ko'chaga chiqishini eshitib, simit oldirishini bilardi. Bugun havo juda ham zo'r. Shahardagi eng yaxshi ko'rgan ko'chani xunuk qilib qo'yishibdi. Palmalar kesilgan, kanaldagi suvni bo'shatib, tozalash ishlarini olib borayotgan ekanlar. Keyin A101 ga kirdik. Yangi nimalar kelibdi deb o'g'lim anchadan beri parkka o'ynamagan edi. Ozgina parkda aylandi. Uyga qaytib magazindan olgan narsamni raspakovka qildim. Bu orada Turkiyadagi hayotimiz storieslarimda obuna bo'lishni unutmang. Keyin turk tilidan darsimni o'tdim. Turk tilini o'rganmoqchi bo'lganlar yozilishingiz mumkin. Yana bitta guruhga dars o'tishga vaqtim bor. Erim ishdan keldilar. Kechki ovqatni qilib vokzalga qarab yo'l oldik. O'zbekistondan mehmon kelyapti. Ularni kutib turgandek o'g'lim mushugimizni sog'inib ko'chadagi mushuklar bilan o'ynadi. Mushugimizni 2 haftaga yerga berganmiz bu orada. Mehmonlarimiz kelishdi, ularni ovqatlanishga olib kirdik. Keyin mehmonxonaga joylashtirib, O'zbekistondan kelgan narsalarni olib, kuchuk bilan tramvayda uyiga qaytdik. Görüşürüz.